Mana akalar haqiqiy dehqon, ko'pchilik mana shunaqa dehqonlardan akalarimizdan ko'rsatinglar deganlar bo'lganda. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga Oqtosh qishlog'iga yetib keldik. Aka, sizda haqiqiy dehqonchilik, to'g'rimi? Haqiqiy dehqon. Haqiqiy dehqonchilik 10 ta xudo xolasa naslbob qo'chqorlari bor ekan akamizda. 10 oylik qo'chqorlar akalar, lekin anchagina akalar ham undan kattasiga ham xudo xolasa dam beradigan qo'chqorlarimiz kelgan mana. Endi dehqonchilik bu uyda turgan, yem yeb yurib, ancha baquvvat akalar, qo'chqorlar xudo xolasa jivoyisi ham bir 80 lar chiqadi, deysan? 80, 90, 85 shunday. 85, 90 shunaqa atrof chiqadi. Go'shtiga ham hisoblaganda akamiz aytayaptilar, kamida 50 kilo beradi Ilhomjon. Undan past bermaydi. Xudo xolasa go'shtiga ham juda bir arzon narxda sizga narx aytaman deyaptilar akalar, mana ko'rib olamiz. Yeb ichlarda muammo yo'q. Yo'q, umuman muammo yo'q. Aha, gap. Agar nasllikka olaman desanglar ham yoki suvishga olaman desanglar ham akalar bemalol qoplaydi, lekin nasllikka olaman deganlar ancha akalar udar qo'chqorlardan biri akalar, xudo xolasa. Bunaqalarni klientda juda ko'p bo'ladi akalar, soni bor yo'q, 10 ta shoshilib qolinglar. Narx-navosini necha pul qilib beraman deyapsiz Faxriddin aka? Narx-navosini Ilhomjon 7 million deymiz. 7 million deymiz. O'zi bundan oldin ham akamiz bilan bir talashib tortishdik. Akamiz 6 ga dedi, klient so'ragan Ilhom. O'zi qoplamaydi, go'shtiga hisoblagan ham 7 ga yaqin boradi dedi. Aka, dehqonsiz, dehqonchilik ekan sizda 6,5 berasizmi yo'qmi o'zingizda obunachilik degandim. Xolasa shu oxiri optim 10 ta oladigan odamga 6,5 dan kelishdi-ya aka. Shunday, agar Donabay bitta oladigan bo'lsa, alohida kelishamiz. Optim 6,5 million bo'lsa beramiz. Aha, 400 ming, 500 ming farq qiladi agar alohida bitta tanlab olaman desanglar akalar. Agar optim olaman desanglar 6,5 million so'mdan bemalol akalar, go'shtiga ham hisoblanglar, go'shtiga ham xolasa arzon tushyapti. Pastda Faxriddin akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, like bosib, oshna o'g'illar podelisaga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin.